15-mavzu bu ogohlantiruvchi ishora va manyovrlar. Birinchi bo'lib manyovrlardan boshlaymiz. Manyovr deb nimaga aytiladi? Harakatni boshlash, to'xtash, qayta tizilish, quvib o'tish, burilish, aylanib o'tish, qayrilib olish. Mana shu hamma harakatlar bitta so'z bilan manyovr deb ataladi. Manyovr bajarayotgan haydovchi boshqalarga xalaqit bermasligiga va manyovrda xavfsiz bo'lishiga ishonch hosil qilishi shart deyilgan. Birinchi bo'lib burilish manyovridan boshlaymiz. O'ngga burilishdan oldin haydovchi o'ng qatorni egallab olishi kerak. Faqat sidirg'i tuzuv boshlanmagunicha o'ngga burilayotganda birinchi tasmaga burilish kerak bo'ladi. Chapga burilishdan oldin ham xuddi shunaqa chap qatorni egallab olish kerak. Sidirg'i tuzuv boshlanmasidan oldin. Chapga burilayotganida istalgan tasmaga burilish mumkin, qarama-qarshi tasmadan tashqari. Bundan xulosa kelib chiqadiki, chap qatordan o'ngga burilish mumkin emas, o'ngga burilayotganda ikkinchi polosaga burilib ketish mumkin emas. Lekin o'ng qatordan burilishi imkoni bo'lmasa, misol uchun biron bir to'siq sababli, bunaqa vaziyatlarda qoida chap qatordan o'ngga burilishga o'ngga burilganda sirazu ikkinchi tasmaga burilib ketishga ruxsat beradi. Keyingisi, agar 10 tasma A polosa bo'lsa, yo'nalishlilarniki, bu tasma agar uzuq chizuv bilan ajratilgan bo'lsa, haydovchi sidirg'i tuzuv boshlanmasdan oldin shu tasmaga o'tib olishi kerak va shu tasmadan o'ngga burilishi kerak. Chap tasmadan burilish bu vaziyatda taqiqlanadi. Agar A polosa sidirg'i tuzuv bilan ajratilgan bo'lsa, unda bu tasmaga o'tish taqiqlanadi. Chap tasmadan haydovchi o'ngga burilishi kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa o'ngga burilayotganida A polosa sidirg'i tuzuv bilan ajratilgan bo'lsa, sirazu ikkinchi tasmaga burilish kerak. Agar A polosa uzuq chizuv bilan ajratilgan bo'lsa, birinchi A polosaga kiradi, keyin o'zini tasmasiga qayta tizilib olish kerak bo'ladi. Keyin qayrilib olish mumkin faqatgina chap tasmadan. Bundan tashqari boshqalarni qayrilib olish joyidan foydalanish mumkin emas. Bu yerda qayrilib olish joyi faqat ko'k mashinaniki. Shuning uchun ham oq mashinaga bu yerda qayrilish taqiqlanadi, faqat ko'k mashinaga mumkin. Keyin qayrilib olish joylarida chapga burilish taqiqlanadi. Undan tashqari 10 tasmadan qayrilib olish ham taqiqlanadi. Lekin yo'l tor bo'lsa yoki mashinani gabarit o'lchamlari katta bo'lsa, uzun bo'lsa, unda 10 tomondan ham, ya'ni даже 10 tomon emas, yo'l yoqasidan ham qayrilib olishga ruxsat beriladi, boshqalarga xalaqit bermasdan. Bundan xulosa kelib chiqadiki, oddiy yo'llarda yengil mashina chap qatordan qayrilib olishi kerak, katta yuk mashinalari o'ng qatordan ham qayrilib olishi mumkin ekan. Keyin yo'lning o'rtasida to'siq bo'lsa, haydovchi u to'siqqa 10 tomondan aylanib o'tishi kerak. Lekin buni iloji bo'lmasa, mana bu misoldagi, unda chap tomondan, qarama-qarshi tomondan ham aylanib o'tishga ruxsat beriladi. Faqat ro'paradagi haydovchilarga yo'l berib, значит, kim to'siqqa aylanib o'tayotgan bo'lsa, o'sha har doim yo'l berish kerak ekan. Keyin bir tomonlama harakatlanishli yo'llarni oxirida 10 tasmadan chapga yurish taqiqlanadi. Chap tasmadan faqatgina chapga yurish ruxsat beriladi. 10 tasmadagi haydovchi faqat to'g'riga yoki o'ngga yurishi mumkin. Keyin hovlilarda orqaga yurishga ruxsat beriladi, lekin chorrahada orqaga yurish taqiqlanadi. Orqaga yurayotgan haydovchi boshqa shaxslarning yordamidan foydalanishi kerak. Keyin 6 ta joyda qayrilib olish taqiqlanadi. Avtomagistralda, temir yo'l kesishmasida, ko'prikning ustida, ko'prikning ostida, piyodalar o'tish joyida, ko'rinish bitta yo'nalishda 100 metrdan kam bo'lgan joyda va tunnellarda.
Bu joylarda undan tashqari orqaga yurish ham taqiqlanadi. Keyin kim qayta tizilayotgan bo'lsa, o'sha yo'l berishi kerak. Bu vaziyatda seriy mashina yo'l berishi kerak, qayta tizilayotgan. Bu vaziyatda oq mashina yo'l berishi kerak, qayta tizilayotgan. Agar o'zaro qayta tizilish bo'lsa, haydovchilarning o'rtasida o'ng qo'l qoida bo'ladi. Shuning uchun oq mashina birinchi o'tadi, seriy mashina ikkinchi o'tadi. Endi ogohlantiruvchi ishoralarga o'tamiz. Ogohlantiruvchi ishoralar 3 xil bo'ladi. Tovush ishorasi, yorug'lik ishorasi va qo'l ishorasi. Yorug'lik ishoralar bu pavorot, stop signallar, faralarni yoqib o'chirish bo'lsa, qo'l ishoralari mana bular bo'ladi. Endi qaranglar, 3 xil qo'l ishorasi bor. Chap qo'l tirsakda bukilgan o'ngga burilish, chap qo'l yonga uzatilgan chapga burilish, chap qo'l yuqoriga ko'tarilgan to'xtash. Burilish to'g'risidagi ishorani haydovchi manevr bajarishdan oldinroq berish kerak. Qo'l ishorasini to'xtatish kerak bo'ladi. Manevrni bevosita bajarishdan oldin yorug'lik ishorasi, pavorotni o'chirish kerak bo'ladi. Manevr tugallagach darhol o'chirishi kerak deyilgan. Keyin burilish ishorasini yoqish haydovchiga ustunlik bermaydi. Boshqalarga u yo'l berishi shart bo'ladi. Keyin burilish ishorasini, ogohlantiruvchi ishorani berish taqiqlanadi agar u boshqa haydovchilarni chalg'itadigan bo'lsa. Misol uchun oq mashina bu yoqqa kirmoqchi deb o'ylab harakatni boshlab yuborishi mumkin. Shuning uchun boshqalarni chalg'itadigan bo'lsa, ogohlantiruvchi ishora berish taqiqlanadi. Undan tashqari, ogohlantiruvchi ishora berish taqiqlanadi xavfli burilishlarda. Ya'ni yo'lni o'zi burilib ketayotgan bo'lsa, pavorotni yoqilmaydi. Keyingi ogohlantiruvchi ishoramiz bu avariya ishorasi, avariyka. Avariyka yoqilishi kerak majburiy to'xtaganda, yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda, qorong'ida to'xtab turgan mashinada agar gabarit chirog'i ishlamasa va shatakka olingan mashinada. Avariykani yoqishdan tashqari avariya belgisini o'rnatish kerak bo'ladi bu vaziyatlarda. Aholi yashash joylarida 15 metr uzoqda qo'yish kerak. Aholi yashash joylaridan tashqarida bo'lsa 30 metr uzoqda qo'yish kerak. Shatakka olingan mashinani avariya belgisi orqasiga mahkamlab qo'yiladi.